Yalang'och ota quritilgan mevalarga mana kelyapmiz. Ulgurji bozor. Adashmasam 3 yil oldin kelgandik. Yengilliklar asfalt qilinibdi. Quritilgan mevalar bozoriga keldik. Bu bozor faqat juma kuni ishlayotgan ekan, hali ham. Boshqa kunlar ishlamas ekan. Optim. 40 mingdan ma'milarichi? 130 ming. Ma'minisichi? 70-60 ming lira. Bunisi 100 ming so'm, 90 ming lira. Bodomlar nechi puldan ekan aka? Odamlar 80 ming so'm, 120 ming, 130 ming, bu ham 130 ming so'm. Ma'mi pistalarchi? 170 ming, 160 ming, 175 ming. 170 ming dedingiz a? Gaji nechi pul ekan aka? 130 ming lira. Gaji 130 ming. Mana narx-navolarni ko'ryapsizlar, nechi pulligini. Boshqa joylarda nechi pulga o'tganinglarni izohlarda qoldirib berasizlar. Bu bozorning manzilini direktdan chaqchuq yozsanglar, o'zingizga tashib beraman.